Xo'p, demak tanangizga e'tibor berib turasiz. Hozir birinchi bo'lib pastki qora dunyo vakillari energiyasini tanangizdan tekshirib olamiz. Agar ularning energiyasi tanangizda bo'lsa va qaysidir a'zolaringiz joylashgan bo'lsa, o'zlarini sezdiradi. Bezovtaliklar holatida yoki tasavvur, o'y-xayol, fikr holatida qanday bo'lsa ham. Demak, hozir buyruq berganimda tanangizda nima o'zgarish his qilsangiz, shuni aytasiz. Aynan pastki qora dunyo vakillari energiyasi bo'yicha tanangizga energetik impuls yuboraman. Agar ularning energiyasi bo'lsa, tanangizda o'zlarini sezdirsin. 1, 2, 3 impuls ketdi. Ko'ksimda, qorin qismimda bezovtalik. Молодец. Tasavvurlaringizda hech narsa yo'qmi? Man soldatga o'xshab qolganman. Faqat prozrachniyda. Tushunarli. Интересно. Xo'p. Surayyo, sizni qayerga keldi? Qayerda keldi? Orqasidan, qornidan quchoqlab, orqasidan osilib turibdi. Kichkina bo'yi kaltagina nimadir bor, qop-qora. Xo'p, hozir men umumiy holatda chiqaraman. Pastki qora dunyo vakillari energiyasini birdan chiqishadi. Pastki qora dunyo vakillari energiyasi tanangizdan hozir chiqqan-chiqmagan energiyaga javobgarlar, tanadan chiqib yashinib turganlar, tanangizning ichida DNK hujayra organ darajasida joylashganlar, barchasini hozir energetik tanangiz tashqariga o'tadi. Hech qanday holatda pastki qora dunyo vakillari energiyasi tanangizda joylasha olmaydi. Hammasi chiqib oldingizda terilib tursin. 1, 2, 3. Nima gap Nargiza? Berildi, gnomchalarga o'xshab. Chiqdi. Tanangizda yengillik sal bo'lsa ham bo'ldimi qandaydir? Ha. Молодец. Hozir qarab turasiz, o'sha joyda terilib turganini tub DNK ma'lumotlariga asoslangan efir tanasini yozib Moskva gologrammalari ko'rsatsin. 1, 2, 3. Voy, bir jirkanchlik maxluqchalarga. Nechta bor taxminan? 9tami nima? Qanaqalari bor, menga ta'riflab bering endi bularni. Ular xuddi gnomchadek ko'rinib, как будто milashka bo'lib turibdi-da, ko'rinishida. Hammasimi? Mana bir har xil katta kichikdagi yo'qmi? Hammasi bir xildami? Bir xil turibdi-da, xuddi gnomchada, 9ta gnomcha. Lekin ichidasi как maxluqcha. Qo'llari uzun, semiz, qurbaqaga o'xshaydi tipa. Bittagina anaqasi bor. O'sha knyazga yetib qolgan. Iblis bor. Kattaroqda quchoqlari chiqib boshlaganda, короче. Endi ko'rdim. O'sha shunaqa milashka bo'lib turgani, shunaqa ekanda o'zi. Qolganlari deyarli bir xil, hammasi shaytonlar, shunaqa. Shu kichkina anaqa nima deydi? Xuddi yolg'ondek ham atrofini o'rab olgan. Bir bolani aldab yurgandagi aldangan bir qanaqadir hislarni beryapti-da. Tushunarli. Xo'p. Hozir bularning ichidan eng kuchliman degani oilangizga chiqadi. Hududda men boshliqman degani 1, 2, 3 chiqsin. Nargiza. Qaysi bir chiqdi? Bittasi chiqib keldi. Tipa chigirtkaga o'xshab ketadi. Juda baland ekan, mandan ham baland. Молодец. Xo'p, hozir birinchi ma'lumot holatida olib berasiz. Men unga savol beraman, sizga xayolan fikr holatida javobi keladi. Shuni javobini olib berasiz, keyin tanangizni bo'lib ko'ramiz, xo'pmi? Hozir assalomu alaykum. Qanaqasan? Isming nima gapir? Bu hududda shu daqiqadan boshlab mahbus hisoblanasan. Shu vaqtgacha Nargiza sizlarning mahbusinglarda shu daqiqadan boshlab sizlar hududni mahbuslar. Shuning uchun har bitta buyrug'imizga so'zsiz bo'ysunishinglar shart va savollarimizga to'liq javob berishinglar kerak. 1, 2, 3 endi shart kuchga kirdi. Isming nima gapir? Isming bilan murojaat qilishni xohlasang. Nima deyapti Nargiza? Bilmadim, o'zini как будто berkimoqchi bo'lganday qilib ko'rsatyapti. Savolimga javob bermadi, lekin berkinmoqchi bo'lgandek his turibdi. Как ayyorlik bilan xuddi men ojizman deganday turibdi-da. Hozir oilangizga keladida, hech qanday ayyorlik boshqa qilolmaydi bu yerda. Har bitta buyrug'imizga so'zsiz bo'ysunishi shart. 1, 2, 3. Bo'lmasam hududda yonadi, azoblanadi. 1, 2, 3 endi shart chiqdi. Ismingni aytasanmi? Aytdi ismini, chir-chir deyapti.
buni ustiga qanaqadir uzun anaqa kiyib olgan o'sha Surayyo, kiyimiga stop. yashirinib. Surayyo, stop. Bu mijoz seansi emas. Menga anaqani asosan Nargiza berish kerak bo'ladi javoblarni. Man Nargizani test qilyapman. Tipa bu manga bilasizmi qanaqa xuddi bir feyalarni mamlakatidan illyuziyadan qo'shilganga o'xshabdi-da. Feyalarni mamlakatdan? Aha. Xuddi tipa man ismi feya desangiz boshqacha yoqimli-ku. Lekin o'sha feyani ham ikki xili bo'ladi-ku. Mana bittasi как безопасный, a bittasi как qorada endi niyati. Shu. Lekin menga tipa man feyadagi berib turibdi-da, lekin o'zi o'shanaqa nimadan. Как tipa o'zi negativ. Lekin yaxshi qilib sizga ko'rsatyapti demak. Вот, mana shunaqa turibdi-da. Как chigirtkaday turibdi, qanotlari ham bor-da. Okay. Taningiz orqali ulanishga ruxsat berasizmi? Ya'ni ulanish orqali ma'lumot olishga. Bunda shundoq ham bo'ladi, energetik hududingizda Nargiza, tushunib olishingiz kerak buni. Faqatgina tanangizdan foydalanib gapirishga ruxsat berishingiz kerak. Agar miyangiz bilan nazorat qilsangiz uni, tanangizga kirgandan keyin ham ular o'zini gapini gapira olmaydi, siz ham ma'lumot ola olmaysiz. Siz tanangiz xuddiki o'zingizni shaxsiyatingiz ikkinchi o'ringa o'tgandek bo'lib qoladi. Siz ruxsat berishingiz kerak ularni. Nima gapirgisi kelsa shuni gapirishda. Ana o'shanda ochiladi ma'lumotlar, xo'p? Bila olasiz va ularning energiyasini ham haqiqatan his qilib ko'ra olasiz, qanaqa energiya ekanligini. Surayyo bu yerda qarab turasiz, tanaga kirishi, chiqishida negativga boshqaga ta'sir ko'rsatadi. Tashqaridan ish qilmayapti. O'zlaricha xursand. Hatto kirishiga. O'ylamasin, hammasini chiqaramiz baribir hozir. Tanaga shundoq energiya yuboramiz, nima bo'lishini bilmay qolishadi. Okay, xo'p, demak bitta chuqur nafas olasiz va ruxsat berasiz tanangizga kirib joylashishiga. Biz tanangiz orqali gaplashamiz. Kartaniga. Qancha bo'ldi hududga kelganingga gapir. Bolaligimda birinchi marta ona bo'lganimda. Menga aniq, sizga tasavvur holatida beryapti, gapirmayapti. Tasavvur holatida. Butun poзвоночнигimni egallab oldi lekin. Xo'p, imkon qadar o'zlarini ovozi bilan, o'zlarini niqasi bilan gapirishga ruxsat bering. Lekin shuni fikr tasavvur holatida ham berish mumkin ma'lumot. Gapirgisi kelsa shunga ruxsat berasiz. Xo'p, okay. Nega avvalgi tozalanishlarda chiqib ketmagan? Mana как o'ziga ishonch berib turibdi-da. Shu uchun qo'yavermayotgan ekanman o'zim. Sizga ishonch beryapti. Yoki sizni har doim shunaqa manfiyaman deb aldayaptimi? Shunaqa ko'nglim aynib ketyapti, jirkanib ketyapman-da, prям. Energiyasini endi his qilyapsiz haqiqiy holatda. Butun tanamdan jirkanib ketyapman. Rostdan ham tanamdan oxirgi paytlar juda jirkanib qolganman. Demak, energiyasini his qilishni boshlagan bo'lgansiz. Xo'p, asosiy maqsadi nima hududga kirishdan? Nima maqsad bilan kirdi? Missiyasi nima siz tanangizdagi? Yemirish. Yemirish bu qanday psixologik holat bilanmi yoki jismoniy tomondanmi? Psixologik. Psixologik bo'lsa o'zi tanasi shundoq ham yemirilib ketadi-da. Tushunarli. Xo'p. Sandan tashqari yana nechta bor hududda? Voy, rosa. Ko'pmi? Juda. Bular men orqali qanaqadir unaqaga o'tmoqchi. Darajaga. Ruhingiz bo'ysundirish orqali. Yo'q. Men tipa bular uchun как unaqa portalni eshigiman-da. Portal. Nimaga o'tadi siz orqali bular? Bilmadim. Men как qanaqadir boshqa olamga o'tish kerak bular. Yer tagiga kirmoqchimi shunaqa? Интересно. Ko'proq qanday olamga o'tkazadi? Men ikkita olamni ko'ryapman. Men shuni o'rtasidagi devorman. Bittasi как shunaqa bir cheksiz joyda nurda faqat u yoqqa bordi.
Shunaqa вообще mazzada. Bu tarafi tipa yerda, yer bu tarafi. Real hayotda, real. Man shuni o'rtasidagi devormanda, уже manga shunaqa yopishgan ular, как bu yoqqa o'tish kerak u, nimagadir. Yuqori vibratsiya tomongami yo yer tomongami? Men yuqori vibratsiya bo'lsa kerakda, chunki yerga unaqa yengilligi yo'q-ku. U cheksizlikda, u juda cheksizlik. Siz o'tkazuvchimisiz ruhingiz? Shunaqaga o'xshab turibdi-da, shunga xuddi devoldayman, devol bo'lib qoldim-da bu o'rtaga. Da, o'tkazuvchi ruhlar mavjud. Ayni insonlarni hozirda rivojlanish jarayonida boshqa darajadan keyingi darajaga o'tkazib beradi. Yer rivoj holatida. Qoralarga nega u yoqqa o'tkazish kerak bo'ldi deb men tushunmayapman. Pastki qora dunyo vakillari erta nima qiladi? Nega u yoqqa o'tmoqchi bo'lib sizdan foydalanishmoqchi? Bilmang, kichraytirmoqchi o'sha joyni. O'tkazish jarayonini to'xtatmoqchi. Sizga ta'sir ko'rsatish orqali siz kamroq insonlarni o'tkazishingiz kerakda, o'sha portalni kichraytirmoqchi, ya'ni sizni kuchingizni kamaytirmoqchi. O'sha makonni kichraytirmoqchi, как будто men bu yoqqa jirkanishga ko'proq o'tib qolyapman-da. To'g'ri. Uni his qilolmay qolyapman. O'sha demak, u yoqdan meni uzilayotganday ekanman. Siz bu yoqqa o'tishingiz kerak. Mana shu o'tkazuvchi bo'lmasligingiz kerak. Как voy, polni yeb tugatib qo'yganday ko'rindi menga. Taniysizmi? Yo'q, o'sha nimani? O'sha tomonni, o'shani mana shunaqa qilib yopib ko'rsatdi-da, mana bunaqa qilib yeb tugatamiz. Tamom, men bu yoqqa qolib ketaman keyinda. Arosatda qolib ketdim o'sha. Men nima uchun keldim bu dunyoga deyapman. Ularning endi asosiy maqsadi shu, aynan shu narsani qilish uchun kurashib yotishibdi ayni damda, bekorga emas, juda arin uyasidek to'zganlari. Juda xuddi mana shu tegib ketdi ana shu gap, arin uyasi deganingizda. Aynan, xuddi o'shanday. Sizga o'xshagan o'tkazuvchilar hozir juda ham ko'p. Juda ko'p. Va ularni hammasiga qarshilik ko'rsatishga harakat qilishyapti. Demak, ruhiy holatda to'g'ri joydasiz, to'g'ri yerdasiz. Bu vazifangizni bajaryapsiz. Mana seanslar holatida olib bergan ma'lumotlaringiz, bilimlaringiz bilan insonlarni o'tkazasiz o'sha darajaga. Ongini o'stirish kerakda. Aynan yuqori energetik vibratsiya hududiga o'tkazish kerak bo'ladi insonlar. Bular u hududga o'tkazmaslik uchun, ya'ni vibratsiya ko'tarilmasligi uchun bor kuchlari bilan harakat qilib yotishibdi shuning uchun. Yertagiga tiqmoqchi bo'lyapti-da, sizni qandaydir ham. O'zlari tomongada. Qora tarafga tortib qilmoqchi bo'lgan. O'zlari tomonga. Молодец. Xo'p, hozir tanangizdan uziladi. To'xting. Bu bajara oladimi bu ishlarini bular? Qanday holatda bo'lsangiz, bular aynan o'zini qilmoqchi bo'lgan sizni tanangizdagi missiyasini bajara olishadi. Shular haqida kelsin ma'lumot. Tushkunlikda, ishonchsizlikda. Men qo'lim xuddi как будто nima deydi? Qo'lim bo'shashtirib yubordi-ku mana. Bo'ldi, men qo'limdan hech narsa kelmaydi degan mana shu. To'g'ri. Молодец. Shunday holatga kelsangiz, sekin-sekin sizni yenga olishadi. Aynan mana shu hislarni beryaptimi shunda bular? Hozir men shunaqa holatdaman. Barakalla. Tushunarli. Hozir bularni tanadan aniq qilamiz. Ruxsat bering, tanangizdan buyruq berasiz. Ruxsat emas, buyruq berasiz, tanangizdan uzilsin. 1 2 3. Uzilsin, chiqsin tashqariga, Surayyo qarab turing. Bitta chuqur nafas olasiz va tanangizdan chiqadi. Chiqdimi? His qildingizmi energiyasini chiqqanini? Oldim yorishdi, lekin orqamdagi poзвоночнигimdagi uzilmayapti nimagadir. Ularning energiyasi turibdi hali, chunki tozalatkizdirmadik-ku, ilk boshidan turibdi u yerda. Oyoq qolib ketgan o'sha anaqangizdan, boshingizdan pastda turibdi. Bitta yaslab qaror berib nafas olavering, chiqadi u. Hozir uzamiz emas. Siz ularni energiyasini ham his qilyapsiz-da, chunki o'zlari chiqqani bilan aytib qo'ygan narsalar bor-ku. Energiyalar turibdi. Xo'p, yaxshi. Demak, qaror qabul qilasiz. Hali sizni ruhingiz bilan ulanish seansi jarayonida ham yana qo'shimcha anaqalarni ko'ramiz-da, savollarni beramiz. Qanday holatda, nega kelgan, ruhingiz missiyasi, boshqa holatlarni ham. U yerda yana o'zingiz kuchingiz haqida ma'lumot olganingizda bular bilan qanday kurashishni yana ham yaxshiroq tushunib olasiz. Chiqarasizmi bularni hududingizdan, uzasizmi? Pastki qora dunyo vakillarini? Uzaman.
o'ng ostingiz keladi, qarang. Uzadimi o'ng osti bularni? Itarib yotibdi. Молодец. O'ng osti aqlli, уже tushunadi kimligini bularni. Demak, uzadi. Pastki qora dunyo vakillari chiqib ketadimi hududdan? Yo'q, zo'rg'a keldik-ku, deyapti. Buyruq berasiz ularga ham. Hozir shartnomalarni bekor qilamiz. Baribir hududdan chiqish kerak. Juda yaxshi bilishadi buni. Tim более sizga kuchli ruhga ulanishga harakat qilganlariga ko'ra aqlli bular va xitri va juda yaxshi bilishadi. Shartnomalar bekor qilingandan keyin va hudud egasi jismoniy tandan energetik tandan qaror qabul qilgandan keyin, o'ng qaror qabul qilgandan keyin chiqib ketish kerakligini hech qanaqasiga qololmaydi bu yerda. Baqirib yotibdi shunday. Jahli chiqib. Shu yerga kelishdan juda yaxshi bilishardi bular. Baqirgandan hech qanday foyda yo'q. Surgandir, yaxshiroq o'zi orqaroqqa, lekin keldi o'sha nuqta. Chiqadimi? Nargiza. O'sha o'ng ostim ishga ham kirishdi o'sha. Chiqishadi demakki bular. Majbur. Albatta majbur chiqadi. Demak, agar chiqadigan bo'lsa, xos ta'sir ko'rsatmaydi, o'sha joyda muzlab qotib tursin, bariki o'chga chiqsin, hammasi yig'ilib va muzlab qotib turadi. Muzlatib qo'ying. Buyruq bersangiz muzlaydi. Bu hudud sizga tegishli va bu hududingizda siz aytgan har bitta buyrug'ingiz amalda ishlaydi. Muzladi. Молодец. Endi hozir tanangizda kosmik sivilizatsiya vakillari energiyasini ham tekshirib olamiz. Negativ kosmik energiyani tanangizga e'tibor berib turasiz. Qoralar energiyasidan sal u yoqda turib turasiz. Qoralar energiyasi muzlab tursin. Hozir tanangizda negativ kosmik energiyaga energetik impuls yuboraman, ya'ni kosmik sivilizatsiya vakillari energiyasi. Agar ularning energiyasi tanangizda bo'lsa va qaysidir a'zolaringizda joylashgan bo'lsa, ular implantlar, chiplar, har qanday sistemalar uskunalar holatda turgan bo'lsa ham tanangiz aniq ko'rsatadi. Agar bunaqa energiya tanangizda bo'lmasa, ya'ni tanangiz buni ham sizga yengillik hislari bilan sezdiradi. Demak, tanangizga e'tibor berib turasiz. Kosmik sivilizatsiya vakillari energiyasi bo'yicha tanangizga energetik impuls yuboraman. 1 2 3 impuls ketdi. Nima his qilsangiz aytasiz. O'sha boshida kirgan прозрачный soldat. O'sha siz aytmasizdan уже u tayyor bo'lib tashqariga chiqdi. Odamlardan taningizni o'zida bezovtalik boshqa his qilmadingiz? Yo'q. Men uni ko'rib turibman. Tashqariga chiqib turibdi. Surayyo, sizda qo'shimcha nima bor? Уже aytgan paytingizda kelib turdi. Tushunarli. Xo'p, yaxshi. Demak, baribir chiqqan-chiqmagan energiyalarga, tanadan chiqib yashnab turgan energiyalar bo'lsa, ularga javobgarlarni barchasini mana o'sha energiyaga javobgarlarni, negativ kosmik energiya javobgarlar to'liqligicha tanadan chiqib oldingizda terilib tursin, baraka. Boshqalari bormi? Yana bitta baqalog'i chiqib keldi. Shu yerda qarshingizda turadi. Tubdan ma'lumotlarga asoslangan efir tanasini asl yuzini Moskva gologrammalari ko'rsatsin. 1 2 3 ko'rsatadi o'zini. Qanaqalari bor endi qarang. Menga tasvirlab bering. Bittasi baland, bittasi pastroq, bittasi ascent ekan, bittasi o'sha olim ekanda. Молодец. Da, shunda umumiy 3 ta bormi, 3 ta, 4 ta? Yo'q, 2 ta ko'ryapman. O'shani o'zi juda katta. Faqat 2 tagina, o'sha siz boshida ko'rganingiz. Bitta ascent bilan olim turibdi-da. Qanaqa ko'rinishini tasvirlab bering? Qayerdan kelgan? Qaysi sivilizatsiyaga o'xshaydi? Bittasi как ascenti ma'lumotlarni ichiga yig'aygan. Shu uchun baqaloqcha turibdi-da. Xo'p. U esa rangi, ko'rinishi insonlarga o'xshab ketadimi yoki yo'q, insonga o'xshamaydi bu. Как bir yopishqoq bir unaqaga o'xshaydi. Как hayvon emas, как типа jeligan. Yo'q, jeliga emas. Hozir men sizga aytaman. Bitta o'zga sayyoralik hayvonchani boqib oladi-ku. Ana multfilm bor edi. Shunda bitta olimi bor edi-ku kelgani yerga. Shunga o'xshab ketadi-da. Интересно. Piliq qilib yopishadi, mana yopishqoq, anaqaga o'xshab ketadi.
sakkiz oyoqqa o'xshab ketadi. Shilimshiqligi, mana yopishqoqligi shunga o'xshaydi. Uchadi, lekin nima deydi, anaqasi yo'q. Xohlagan joyiga muvozanatsiz. Biz uchun uchish-ku, u xohlagan joyga bemalol turib, unaqani olaveradi, ma'lumotlarni. Shunaqa o'ziga olar ekan, u faqat ichiga yig'ar ekan. Bu nazorat qilib turar ekan olim. Qanaqa ma'lumot yig'ildi hozir, o'sha joyga borish kerakda. Молодец. Zo'r. Olimini ko'rinishi qanaqa? Uniki boshqachami? Olimi baland, bo'yi juda bir dono, unaqaga o'xshaydi-da, как boshi katta, lekin mana boshi o'ziga sevaralangan uzunchoq bosh ko'rinadi-ku. Mana ana shunaqa boshi. Как духовный-da, mana biz uchun dono, duxovniy bo'ladi-ku, mana уровень. Uniki mana shunaqa уровень-da, juda o'ziga ishonchda turibdi-da. Xo'p, sizga nima beryapti bular? Nimaga taningiz bulangan? Mana donolik beryapti mana menga. Sizga donolik bersa, nega taningiz bulangan? Tashqaridan bersin donolikni, ne? Tanangizga ulanib, sizni energiyangiz hisobiga yashab beryapti donolik. O'sha donolikni mendan olayotgan ekan. Молодец. Именно. Bermoqchi bo'lganlar u shart emas sizdan olib, ya'ni sizni uyingizga kirib olib, sizni hisobingizdan yashab, qornini to'ydirib, men senga beryapman degani sizga zarar beryapti. U qanaqasiga hisoblaydi? Tashqarida turib ham yordam beraveradi, yordam bermoqchi bo'lganlari. U o'zini nimasiga, o'sha nima deydi, planetasiga, o'zini yurtiga-da endi mana bizani tilga aytgan. U shunaqa martabaga ega bo'layotgan ekan, mendan olayotgan donoligi bilan-da. Energiya bo'yicha energiya yig'yapti. Sizdagi demak fikr, ma'lumotlar shularni yig'yapti. Bularni ko'rib o'zimga ishonchim oshyapti mana. Молодец. Nimaga ishlatadi bu energiyani, bu yoqqa energiya informatsiyalarni bular? Olib ketib. To'liq javob keladi, baraka. Nega ishlatadi? Bu insonlarni orasiga qo'shilish uchun anaqa ekan. Как maskalar yaratish uchun. Mana shunaqa. Yerni egallamoqchi ekan ular. Kitob yozyapti bular, ilmi bilan, olganligi bilan. Boshqa sayyorasidagilarga o'qityapti. Shular asosida tayyorgarlik ko'rib kelishga harakat qilganlar ham bor. Shuncha yoqda. Okay, yaxshi, rahmat. Bu demak sizdan hozir faqatgina ma'lumotingiz, energiyangiz olish bilan birga yana qanday ta'sir ko'rsatyapti hayotingizga bulan energiyasi? Bulan tanangizda mavjudligi. Nimalaringizga ta'sir ko'rsatyapti? Menmi pustoy bo'lib qolaman-da. Energiyam so'rib olgani sari stashonniy bo'lib qolaman-da. Ochlik his qildim-da, ana shu birinchi ana shu nimaga o'tdik-ku. Shu o'sha kosmik chastotaga o'tganimizdan sirasi ochlikni his qildim-da, xuddi bir oshqozonimga hech narsa yo'q-da. Energiyasiz bo'lsak, tashqaridan to'ldirmoqchiman-u, ichkaridan pustoyman-da. Ichkaridan olyapti energiya. Xo'p, yaxshi, tushunarli. Молодец. Chiqarasizmi bulan hududdan? Chiqarasiz, qaror qilasiz. Onyostingiz keladi, onyostingizdan ham so'raysiz, chiqaradim hududdan. Bular kosmik sivilizatsiya vakillari hududdan chiqadimi o'zlari? Mana unisi do'ppicha bo'lib, bu o'zini olimini oldiga, assistenti yana meni oldimga keladi. Yana unga ketadi, menga ana shunaqa qilyapti. Siz buyruq bersangiz ichingizdan, onyostingiz buyruq bersa bular chiqadi. Bular anchagina aqlli, juda yaxshi bilishadi, o'sha chiqish kerak vaqti kelgani. O'sha onyostim chegara qo'ydi. Bo'ldi, o'sha o'yin qilish, yig'ishtir deganda. Super. Xo'p, demak, kosmik sivilizatsiya vakillari bir yerda yoningizda tursin. Endi pastki qora dunyo vakillarini ham bir tomonda ko'rasiz, berilib turganini. Ikkalalari ham chiqishga rozim. Hozir pastki qora dunyo vakillari, kosmik sivilizatsiya vakillari qo'llaridagi barcha shartnomalarni, barcha kalitlarni, avtorizatsiya holatidagi shartnomalarni, shartnoma va kalitlar nusxalarini, yashirin holatdagi ko'rinishlarini, har qanday turdagi artefakt, har qanday turdagi hududga kirish uchun ruxsatnomalarni barchasini aniq-taniq yuqoriga ko'rsatadi. 1, 2 ochib ko'rinsin, nimalari bor hududga kirish uchun berilgan ruxsatnoma sifatida ishlaydigan.
Menga qulfchalar, butun tanamga qulfchalar osib qo'yilganda. Va ular kalitlar ularda. Ha, shunaqa. Tushunarli. Shartnomalar yo'qmi qog'ozlarga yozilgandek energetik shartnomalar? Bor, shartnomalari bor. Hozir eng katta energiyangiz oladigan shartnoma aniq-tiniq o'zini ko'rsatadi. Balki kesin oldingiz o'sha qog'oz. Eng ko'p foiz energiyangiz oladigan shartnoma. Ya'ni siz ruxsat bergansiz unga. Kadrda kitobdek list keldi. Hozir buni aniq-tiniq o'qiy olasiz. Ochilsin bu shartnoma 1, 2, 3. Qanday holatga tuzilgan bu shartnoma? Siz o'qiy olasiz, ma'lumot ola olasiz va necha foiz holda energiya berishga kelishgansiz. Rozi bo'lgansiz, ya'ni. Qarab chiqasiz, u yerda siz energetik muhringiz bormi? Ya'ni imzoyingiz bormi? Unga ham qarang. Bor, muhrim ham bor. 98%. Onajon. Shunchaga rozi bo'lganmisiz? Bular qoralar bilan tuzilgan shartnomami, kosmiklar bilan tuzilgan? Bilmadim, boshimdan oldim buni. Kosmiklar tarafga turibdi lekin. Kosmiklar tarafga tuzilgan shartnoma 98. Evaziga nima olmoqchi bo'lgansiz? 98% energiyangizni berish evaziga nima olaman deb yozilgan o shartnomada. Nima beramiz deyishgan? Ma'lumot. Sizga ma'lumot beramiz deyish. Nimalar haqida ma'lumot berishmoqchi bo'lgan? O'sha samoviy bilimlar haqida. Bemalol chegarasiz o'ta olasan, ma'lumot ola olasan sanam deb biza kelishgan ekanmiz. Beryaptimi ma'lumotni? Yo'q, qaytanga olibdi. Umuman kuchim bermayapti u yoqqa o'tib ma'lumot olishga. Da. Chunki siz 98% ko'ryapsiz, qanaqa aqlli tuzilgan. Siz 98% energiyangizni berganingizdan keyin 2% energiya sizni yashashingizga yetsinmi? Yoki biror joyga kirib kimgadir energiya, nimagadir energiya sarflashga yetsinmi? Siz faqatgina dardingiz energiya topish bo'lib qoladi. Uxlash, ovqat yeyish, yaxshi narsalarni qidirish bo'lib qoladi xolos, chunki o'zingiz zaryad qilishingiz kerak faqatgina. O'zingiz energiyangizni berib berayotgan bo'lsangiz. Doimiy zaryadlaysiz, ular so'rab olaveradi, doimiy o'zingiz zaryadlash bilan shug'ullanasiz. Shunaqa. Tushunarli. U yerda imzoyingiz bor demak. Chiroyligina qilib qo'ygan imzoyim bor ekan. Молодец, qanday yaxshi. Boplabsiz lekin. Xo'p, yaxshi. Hozir mana shu shartnomalarni, mana shu kalit nima bo'lsa, u yerda ruxsatnoma holatda turgan barchasini bekor qilamiz to'liqligicha. Men manifest o'qiyman. Siz manifestni xayolan ichingizda takrorlasangiz bo'ladi. Ong osti kelsin. Surayyo. Ong osti shu yerda o'zi kelib turibdi. Ong ostini takrorlashini qarab turasiz. Hozir demak ikkalalaridagi shartnomalar, kalitlar barchasini birdaniga ketkazamiz. Kosmik sivilizatsiya vakillari, pastki qora dunyo vakillarining qo'llaridagi barcha shartnoma kalit, har qanday ruxsatnomalar to'liqligicha yo'q bo'ladi. Demak, tayyor bo'lsangiz boshladik. Buyog'ini aytish shart emas, bu qaroringizga guvohlik bildiramiz. Shu daqiqadan boshlab yangi shart kuchga kirdi va bu amalga oshdi. 1, 2, 3. Qarang, ko'rasiz, qo'llaridagi barcha shartnoma kalit nima bo'lishidan qat'iy nazar hammasi erib, yonib, to'kilib tushadi. Hech qayerda qolmaydi, yashirilgan joylardan ham yonib ketadi. To'kilib tushdimi Nargizam? Молодец. Surayyo, hammasi ketdimi? Nimalar cho'ntaklarda qolganlari ham kuyib qoldi, yonib ketdi o'sha cho'ntagida. Молодец. Zo'r. Xo'p, endi hozir past qora dunyo vakillari o'sha joyda qotib muzlab tursin. Kosmik sivilizatsiya vakillari keladi, o'sha ikkitasi 1, 2, 3 atrofingizga, vataningizdagi ularga tegishli bo'lgan barcha kanallar, har qanday turdagi ularni qo'ygan temir terseklari, barchasi ishlab turgan kanal, qurib qolgan kanallar, energiya oluvchi, energiya beruvchi, barchasi aniq-tiniq ko'tarilsin 1, 2, 3 va yig'ishtirib tozalab oladi tezlik bilan. Nima olayotganini ayting Nargiza va tezlashtirilgan holatda olsin. Hududlarga chiqarib beramiz tekshirib. Shu oshqozonim qabul qilmasligim orqali ekanda. Shunga bor ekan bitta kattasi. Auramni teshib tashlagan ekan butun. Bularni aytish jarayonida qarang, mana bu joyimdan bu narsani olyapti, bu narsa menga mana bu narsani berar ekan deb aytsangiz, to'liqroq ma'lumot bo'ladi. Poзвоночнигimdan olibdi. Nima olyapti poзвоночнигingizdan? Nima ko'rinishda kelyapti sizga? Poзвоночник ko'rinishiga temir turibdi-da. O'sha temir nima beryapti u sizga? Jismoniy yoki psixologik yoki ruhiy holatingizda nima beryapti? Charchoq, faqat charchoq his qilaman. Keyin qaramlik. Keyin o'zimni his qila olmaslik, asliyatimni. Mana shular.
olgani sari nur bo'lib ketyapti, hamma joy oppoq bo'lib ketyapti-da. Faqat temir bo'lib turgan ekanman-da, shu turishimdan как будто mammasida bu. Shu polniy skelet ekan, mana skeletni olibdi. Yig'ib oladi. Tezlashtirilgan holatda hozir tozalash jarayoni 2 qatga tezlashni turgan holatdan bari 2-3 tez. Va hech qanday holatda qoldirmaydi hech narsani, chunki biz aniq qilamiz. Energetik shar bilan tekshiramiz. Bo'ldimi? Tekshirsak bo'ladimi? Oldingizda terilib tursin shu ikkitasi va ko'kragingiz o'rtasidan olovli yonib turgan shar hosil qilasiz. Bormi sharingiz? Hozir meni buyrug'im bilan bu sharni ularga qaratib o'tasiz. O'tganingizda agar ularga tegib, ular yonsa, aynan ularning energetik tanasi yonsa, olov ko'tarilsa, o'z sharingiz shundoq ham yonib turibdi, bunga e'tibor bering. Ularni tanasi tegish, yonish kerak. Yonsa, ularning energiyasidan qanchadir siz tanangizda qolgan bo'ladi. Agar ularga tegsa, o'tib ketsa yoki yarim yo'lda yo'qolib qolsa, tegsa ham yong'in ko'tarilmasa, olov ko'tarilmasa, unda toza holatda tozalashgan bo'ladi, energiyasi qolmagan bo'ladi. Demak, tayyor bo'lsangiz, ularga qaratib otasiz bu sharni bir 2-3 tok oting. Yonmadi aytasiz. Yonmadi. Lekin qo'rqdi nimagadir. O'tib ketdi manda. Yo'q, yonmadi. O'tib ketdi, shar o'tib ketdi orqaga qarab. Xo'p, super. Demak, hozir kosmik sivilizatsiya vakillarining o'z hududiga chiqib ketish uchun portal ochamiz. Balki ochilsin portal. Va bu portal o'z energiyasini so'rib oladi, qarab turasiz. Nargiza portaldan chiqib ketib bo'lgandan keyin bular portalni yopib pentagrammani yopishtirasiz. Yopishtirdim pentagramma. Pentagramma aktiv holatga keltiraman. Va bu portal sizni hududingizdan uzoq o'zincha statasiga qarab ketadi. Baraka ketsin. Endi pastki qora dunyo vakillari keladi oldingizga 1, 2, 3 va ularni barcha energetik kanallari ishlab turgan, qurib qolgan yashirin holatdagi kanallar, taningizdagi qo'yilgan musorlar aniq-tiniq ko'tarilsin. 1, 2, 3 ularni ham yig'ib oladi tezlashtirilgan holatda. Nima qo'yganini uni ham bir ikkitasini aytasiz. Olyaptimi Nargiza, nima olyapti? Ammo qanaqadir bir joyga tushib qoldim nimagadir. Qayoqqa tushib qoldingiz? Bilmayman, samogami? Hozirgi holatingizga qaytasiz, boshqa energetik holatlarga ayni damda o'tmang. Keyin ko'ramiz qolgan vaziyatlarni 1, 2, 3. Ayni damga qayting, pastki qora dunyo vakillari oldiga va ularni siz taningiz tozalayotgan jarayonga. Buyruq bering, ularga taningiz tozalasin. Nima olyapti? Qanaqadir bir asbob oldi. Katta asbob ekan, lekin og'riqli bo'ldi chiqqan. Qayerdan oldi uni? Boshim bilan yelkamga ulangan. Xo'p, yana nimalar olyapti taningizdan qarang. Buyruq bering, ularni siz bemalol boshqara olasiz. Betimdan uni ol, buni ol deb turing, o'zingiz his qilib tursangiz bo'ladi, qayerda nima borligini. Toza o'sha. Olib bo'ldi hamma narsa. Surayyo qomadimi, sizdan bir qarang. Manda bitta sovut oldi, bilmayman qanaqadir urushda jangchilar kiyadigan eski zamondagi bir sovut bor edi, og'ir. O'sha yelkasi, orqasi bilan birga qo'shib
Yonboshlaridan zanjir o'tkazib qo'ygan, qulflar taqib qo'ygan. Pastlariga zanjirlar bilan qulflar qo'yib qo'ygan. Qulflar osib chiqqanda qanaqadir ham shunaqa sovut, ya'ni. O'shani oldi ko'proq o'sha og'irlik judayam o'zini ko'tarolmaslik shunaqa holatlarni bergan. O'ziga bo'lgan ishonch pasayib ketishi, o'zini yashirish, shunaqa qabul qilolmaslik. Butun dunyoni tashvishi xuddi buni boshiga qolib ketgandek shunaqa hislarni berib turgan narsa ekan menimcha. Yo'llarga qulflar taqib qo'ygan, etaklarni etak sifat qilib tushirgan zanjirlar bilan. Ayol-ku endi o'sha etaklariga qulflar taqib qo'yibdi. Oyog'i ham yurolmaydigandek, qo'li ham harakat qilolmaydigan darajada qilib qo'ygan, shu narsalarni yechdi. Nishon olayotganda shuna og'riqlik bo'lib ketdi-da, juda qiynab turgan narsa bo'lgan ekanda. Xuddi yiqilib ketay deb yurganda shunaqa shunaqa oyog'iga jon kelmaslik, bunaqa xuddi bir oyoq qon bormagandek hislarni bergan shunaqa. Tushunarli. Xo'p, o'sha joyda hammasi tayyor bo'lib turadi, tozalab bo'lishgan bo'lsa, молодец. Yana ko'kragingiz o'rtasidan olov shar hosil qilasiz Nargiz. Pastki qora dunyo vakillari to'liqligicha terib turganini his qilasiz olingizdan. Va tekshiramiz ularni. Ularning energiyasi qolgan bo'lsa, demak shunda yonadi, bilasiz. Qolmagan bo'lsa, shart ta'sir ko'rsatmaydi. Tayyor bo'lsangiz 1 2 3 tok. Nima gap? Hech narsa bo'lmadi. Hech narsa bo'lmadi. Молодец. Suraya sizda ham yonmadimi? O'tib ketdi, menda ham yonmadi. Молодец. Xo'p, yaxshi. Demak, hozir pastki qora dunyo vakillari ham tozalab bo'ldi. Endi taningizdagi larvalarni ham birdan ko'tarib olaman Nargiza. Pastki qora dunyo vakillariga berib beramiz, xo'pmi? Taningizga e'tibor qaratasiz. Aqlsiz parazit mavjudotlar, larvalar, maxluqlar, har qanday ko'rinishdagi o'zingizni negativ o'y-hayollaringizni qayta-qayta o'ylash, qayta-qayta his qilish orqali hosil qilgan mavjudotlarni taningizda qanchasini yaratgan bo'lsangiz ham mayda-chuddasigacha hozir taningizdan ko'tariladi. Aynan larvalar chastotasi bo'yicha tanangizga energetik impuls yuboraman. 1 2 3 impuls ketdi. To'liq tanadan ko'tarilsin, mayda-chuddasigacha. Tanangizga e'tibor bering, qayerlaringizda nimalar bor? Aytasiz buni? Boshimda, yelkamda, ana kopchikni tepasidagi bel bor-ku, belga. Ikkita oyog'imga turibdi-da. Tushunarli. Eng kattalari qayerda? Qarang, shu kattalar. Mana shular kattalar. Mana shular kattalar. Tetkizib ko'ring xayolan qo'lingizni yoki shunchaki bu qanaqa ma'no beradi deb o'shanga e'tiboringiz qaratsangiz ham o'zi haqida ma'no beradi. Qaysi fikr, qaysi hislikni sizga bildiradi? Qaysi fikr, qaysi his asosida sizga ta'sir ko'rsatyapti? Boshimga nima deydi, ana xotirjam bo'lishga yo'l qo'ymaydi. Doim bir nimani nazoratda ushlash kerak, tartib bo'lish kerak, bir narsa bo'lish kerak-da mana shu. Ikkita yelkamdagi voy farzandlarim qoqib ketay dedim. Belimdagi erim uchun kuchli bo'lishim kerak. Ikkita oyog'imdagi bo'lsa unaqa. Oldinga ketolmaslik. Yo'q, tur joyingga tur. Xuddi men ajdodlarim bu chegaradan o'tmaganda. Sen ham o'tolmaysan baribir-da, mana shunaqa. Degan qo'rquv olib beryapti. Tushunarli. Молодец. Xo'p, yaxshi. Bularni pastki qora dunyo vakillariga berib berishga tayyormisiz, Nargiza? Demak, taningizdagi barcha negativ o'y-xayollar, barcha negativ hislar shu yerning o'zida hozir to'liqligicha, hatto larva holatda shakllanib bo'lmagan negativ o'y-hayollaringiz, hislaringiz barchasi musor holatda, yig'ilgan holatda tepaga taningizdan bir qarich yuqoriga aniq-taniq ko'tariladi. Barcha larvalar ham 1 2 3 programma ishonch holatiga o'tib ketganlari ham ko'tarilsin, musirlar. To'liq hislaringizdan, o'y-hayollaringizdan kelgan mental chakra holatida, hissiy chakra holatidagi barcha hislaringiz, o'y-hayollaringiz, fikrlaringiz, o'zingiz haqingizda, hayotingiz haqida, farzandlaringiz, yaqinlaringiz haqida, munosabatlaringiz haqida negativ fikr, o'y-hayol barchasi ishonch, dastur holatidagilar va larva holatidagilar ko'tariladi. Ko'tarildimi tepaga? Birdan shundoq tozalab tashlaymiz.
ko'tarildi. Endi hozir pastki qora dunyo vakillari tanangiz atrofiga keladi. Yoki xohlasa qo'llaridagi pilisos bilan siddirib olishsin yoki shundoqlikcha siddirib oladi, ko'rasiz tanangizdan. Sug'urib olib hammasini yig'ib olayotganini ruxsat berasiz. Qo'yib yuborasiz tanangizdan sug'urilib chiqishiga. Tozalab oladi. Surayyo, qarab turasiz ham? Olyapman. Shu paytgacha sizlar bilan yashadim, minnatdorman. Bu yog'iga yengil oson yashashni xohlayman. Hammanglarni sevgim bilan qo'yib yuboraman deb xuddiki ochilayotgandek his qiling. To'liq ularni qo'yib yuborishga, bu negativ energiyalarni berib yuborishga xayolan ochilish hissini his qiling. Osonlikcha yig'ib olishsin hammasi. Bo'ldi, hammasidan ozodman. Молодец. Yig'ib olishdimi? Demak, hozir to'liq tozalab olib bo'lgan bo'lsa, Surayyo, olib bo'lishdimi? Ha, olib bo'lishdi. Pastki qora dunyo vakillarini o'zlarining hududiga chiqib ketish uchun portal ochiladi. 1, 2, 3 qarang, portal ochilsin. Bormi portal? Tushib ketamiz. Hammasini so'rib oladi bu portal. Tanangizda hech qanday holat ularning energiyasi qolmaydi, musur-pusurlari bilan birga. Hammasi chiqib ketib, top-toza holatda his qilganingizda portalni yopib, pentagrammani yopishtirasiz. Yopishtirdim pentagrammani. Молодец. Pentagramma aktiv holatga keltiraman va bu portal sizni hududingizdan uzoq o'zincha tezda qarab ketadi. Baraka o'chib ketsin. Bu hududdan uzilasiz ikkalangiz ham o'zingizni yaxshi his qiladigan joyga ko'chib olasizlar. 1, 2, 3 ko'ching. Ko'chdingizmi? Qanaqasiz? Sal bo'lsa ham yengilladingizmi? Juda. Lekin bo'shashib ketdim, baribir endi nima emas-ku. Energiya ketadi-ku unga. Albatta. Молодец. Shunaqa. Bosganlik keldi menga sizda.